Yaniga xudo xolasa bitta buqamiz ham bor. Bu ham sotuvda. Shu ko'rib turgan mollar hammasi sotuvda. Mollarning holati yeyish-ichishini ko'rib turibsizlar. Biz sizlar uchun mana shunaqa bir xil semental bo'g'ozlar, buqachalar, nima xohlasanglar kommentariyaga yozsanglar, ana shu mollardan, fermadan, joyidan, birinchi qo'l joylaridan. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari. Bizni kuzatib borayotgan shunaqa fermadan 100 talik semental olaman degan aka-ukalarimizga bugun xudo xolasa shunaqa zagonda yurgan sementallar bor. Zotga, bolaga olaman deganiga xudo xolasa bitta buqamiz ham bor. Bu ham sotuvda. Shu ko'rib turgan mollar hammasi sotuvda. Ya'ni ichkarida ham bor, cho'ni piyostra. Ular ham sotuvda. Ularni ham 2-3 ta qilib chiqaryapmiz. Xudo xolasa sizlar uchun. Orasida bo'g'ozlari bor, qisirlari bor. Sotuvga tayyor bitta buqamiz bor. Manzil Andijon viloyati Asaka tumani, Qayrag'och mahallasi. Hafta kuniga 28-mart 2026-yil. Xo'p. Buqamiz mana mollarni bitta yeyishiga ham e'tibor berib qo'yaylik. Mollarning holati yeyish-ichishini ko'rib turibsizlar. Pardozi qilinmagan, zagonda yurib turgan mollar mana. Tonnali xunajinlar deydi. Shunaqa buqalar emas. Shunaqa sementallar. Holatni qarang bular, to'laligini qarang bular. Ekranga sig'mayapti-ya. Mana ko'rib turganinglar mana shu. Va mana bu. Qisir bular. Shu buqa bilan yuribdi. Asli gumon. Endi qisir deb narx aytiladi. 45 milliondan sotuvdi. Eng kattalari 45 milliondan sotuvdi. Mana ko'rib turganinglarda mana. Eng kattalariga narx aytilyapti. Kichiklariga 38 ham bor. 42 ham bor. Baraka deganiga 40 ham bor. Agar bitta narx berilsa, undan ham yaxshi, arzon narxga ketadi. Mana shu eng kattalaridan bittasi bu ham. Shu eng kattalariga 45 milliondan narx aytildi, akalar. Shu buqa bilan yurgan, mana buqa ham ko'rib turganinglar hazlagan buqa emas. Buqa ham xudo xolasa polvonadan, 100 talik sementalidan. O'shaning uchun bular bolani ham 100 talik beradi. Ama mana bo'g'ozni ko'ryapsizlar, shu buqadan kam emas. Mana shulari sotuvda. Mana o'sha gumon deganimiz uchun qonlari ham bilinib turibdi. Qani yana bitta masjidda anaqamiz bor, bo'g'ozimiz bor. Shu kunlarda tug'aydigani bor. Mana shumikin. Bo'g'ozimiz 65 million xayri bor deyilyapti. Mana gumonlar mana 45 milliondan narx aytildi. Mana holatini bitta ko'rib qo'yinglar. Tumshug'i, oyog'i, vesi, trivazni ham hazdak emas bulardik. Bo'lari buri 60 atrofida bulardi. Katta. O'ta chiroylilardan. Odam siljitmaydiganidan. Mana bularni hozir chiqaramiz, xudo xolasa. Mana yurgan holatida mollariga bitta e'tibor berib qo'yinglar. Mana shular sotuvda. 45 milliondan xayri bor. Qolgan kichkina qisirlar 38 dan tortib 45 gacha. Mana shular 45 milliondan narx aytildi. Mana oyoqlari ko'ringlar, kasallikdan bir asoratlari yo'q. Yuvoshlik, yuvosh.
ekranga sig'mayotganini. Videoga tushyapsan. Bu ham ikkilanib qarab qo'yapti, bilyapti videoga tushayotgan. Mana yana bittamiz. Anti gigant deganimiz. Bo'g'oz dumba sug'organ, e'tibor berib qo'yinglar. Biz buqamizni ham chiqaramiz, tashqarida bir holatini ko'ramiz. Buqaga boshqa narx aytiladi. Buqamizga bitta e'tibor berib qo'yinglarchi. Zotga tashlayman deganlarga xotirjam shu xunajinlar bilan yurgan, uyga borib buqa holatida yana xunajinga qo'yaman desanglar tayyorida. Bu buqaga narx aytamiz 52 million xayri bor deyilyapti. Yo, boqib yuboraman degan odam boqib yuborsa ham bo'laveradi. Zotga bola olaman degan odam bolaga ham xotirjam tashsa bo'laveradi. Shunaqa shvedlar ham bor. Kelib nima qidirsangiz topasiz, xudo xolisa. Nima mol bo'lsin, zotlisidan. Qanaqa mol bo'lsin, xudo xolisa, zotga yuztaligidan. Bu yoqda ham qorin to'ydirib damda olayotganlari bor. Bular ham sotuvda. Xudo xolisa kelaverasizlar. Joyidan 100 talik. Oyoq qo'li but, garantiya 1 hafta 10 kun. Kasalligiga javob beradigan joyidan nomer qoldiramiz. Lokatsiya tashlash beradi. Qanaqa qidirsanglar topasizlar, xudo xolisa. Jazosi kelib ko'rish kerak, tamom. Mana 45 million deganlarimiz. Mana 45 million deganlarimiz. Mana 45 million deganlarimiz. Gigantlari mana. Mashalloh deb qo'ylar shuni niyat qilganlarga. Shunaqa niyat qilganlarga Alloh kamida shunaqa bir qo'li nasib qilsin. Va kanalda qo'llab-quvvatlashni, yaqinlarga uzatish, like bosishni unutmanglar. Biz sizlar uchun mana shunaqa bir xil semental bo'g'ozlar, buqachalar, nima xohlasanglar kommentariyaga yozsanglar, ana shu mollardan, fermadan, joyidan, birinchi qo'l joylaridan syomkaga olib chiqaramiz. Sizlar uchun harakatdamiz, xizmatdamiz. Hop, hozircha shular. Yana ishqibozlariga yana xudo xolasa mollarni chiqarib boramiz. Kanalga podpiska bo'lishda, obuna bo'lish tugmasini bosishni unutmanglar.